Artefakt haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Artefaktning to'liq ismi Hasan, familiyasi Mansurov. Uning yonidagi qishloqi esa uning ukasi Husan, uning ham familiyasi Mansurov. Artefakt 2007-yil, hozirda u 17 yoshda. Artefaktning YouTube kanalida 450 mingtadan oshiq obunachisi bor. Artefakt o'z YouTube kanalini 2023-yil 15-iyun kuni ochgan. U yerda jami ko'rishlar soni 90 million. Artefaktning Telegram kanali ham bor. Artefakt Telegram kanalida o'zini yuzini ko'rsatgan. Artefaktning Telegram kanalida deyarli 17 mingta obunachisi bor. Artefakt zerikkandan payt dasturida o'z knopkasini rasmini chizgan. Artefaktning ikkinchi kanali ham bor. Ikkinchi kanalning nomi BDV. Artefakt ikkinchi kanalni 2024-yil 20-mart kuni ochgan. Artefaktning ikkinchi kanalida jami ko'rishlar soni 7 millionta. Artefaktning o'z gilos daraxti ham bor. Artefaktning Instagram akkaunti ham bor. Instagram akkauntida 14 mingta obunachisi bor. Artefakt 200 mingta bo'lishini o'z sinfdoshlari bilan kutib olgan. Bitta men qilay bo'ladi. Artefakt o'z Telegram kanalida videolarni qanday qilib olib borishini ko'rsatgan. Bolalar full bedvarsiz sakrab o'ryapmiz hammada mana. Hamma sakrayapti bizga o'xshab. Artefakt ikkinchi BDV kanalini 3 ta odam bo'lib olib boradi. Ya'ni Hasan, Artefaktning o'zi, Husan esa qishloqi va Shohruh do'sti. Artefakt Telegram kanalida o'zining xonasini ko'rsatgan. Ya'ni bu Artefaktniki, notebook esa Shohruh do'stiniki, ikkinchi notebook esa qishloqiniki. Artefakt video montaj qilishi uchun 1-2 kun vaqt sarflaydi. Minecraftni 400 ming obunachi yiqqandan so'ng sotib olgan. Minecraft haqida video olib 400 mingta obunachi yig'dik. O'zini esa endi sotib oldik. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Artefaktning Minecraftda o'z serveri ham bor. Server nomi esa BySteam. Artefakt 400 ming obunachini 3 yilda yiqqan. Artefakt Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Artefakt o'z giloslarini terish uchun ko'pdan buyon video chiqarmay qo'ydi. Bu yerda yangi videoni tayyorlash kerak. Bu yerda esa gilosni terish kerak. Ko'pligini, bu hali yarmi shuncha narsani terish kerak. Yoz bo'yi qanday dahshat. Mana shuncha gilos terdik. Mana buni hammasi to'la. Bu yerda ham bitta paqir bor. Dafiga xullas. Nimaga bu chegara emas? Nimaga video chiqmayapti degan savollar bo'lmaydi degan umiddaman bundan keyin. Menda kurushka bor. Kurushka o'zbek tilida nima bo'ladi? Cho'mich. To'g'ri. Menga nima? Mayli. Yeschu like bosing. Hasan Husanni, ya'ni Artefakt va qishloqini ovozi bir-biriga o'xshaydi. O'shaning uchun Husan qishloqi rolini o'ynash uchun burnini qisib gapiradi. Artefakt videolarda ishlatiladigan modlarni o'zining Telegram kanaliga ham tashlab qo'yadi. Artefakt video olishda juda ham ko'p xatolar qiladi. Xullas, hamma dabdala. Bizda Arti degan geniy odam bor. Xullas ko'rsat. Biz. Mana bu la'natlangan tugmani bosmadik. Shuning munosabati bilan, xuddi shuning munosabati bilan biz mana bu yerda 2 soat o'ynadik shu yerda. 2 soat o'ynadik. Ichda gapirganlarimiz bir tim bo'ldi. Vanblok berdik. Vanblokning yangi qismi edi. Nezir fazani tugatdik biz bu yerda. Men ana bu yerda 2 soat mana bu narsalarni qurdim. O'lib ketib, mana bu yerda yalmog'iz. Mana bu yerda qishloqlar bor. Qishloqqa bolalar sizlar ko'rmadilaring. Shuncha narsani men aytdim, videoga olyapsanmi dedim. Olyapman dedi. Tamom endi. BDVda video endi kechroq chiqadi. Yana notebookim ham o'chib qoldi. Pul tashlaylar. Hammasi raso. Davlonga ishchiga o'tasan hujum. Xullas biz 2 soat mehnat qilganimiz hammasi chotka bo'ldi. Shuning munosabati bilan birorta shor savol. Shu bilan bizni bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar va keyingi 100 ta fakt video kim haqida bo'lishini
Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xayr, ko'rishguncha sizlar bilan Destroy edi.